O'shida quduq bor. Payg'ambarimizning yaxshi ko'rgan qudug'i. O'sha yerda bunun payg'ambarimiz suvun kiydi, Medina yurgan кезде bunun suvun aldıratib biz kiydi. Suvi erikşe. Alğaşı qazılan quduqlarning biri o'sha Quva meshining qurishlarida ko'maklasgan quduqqa negizi. Esli qalat narsasining biri buni payg'ambarimiz bilan juzugi bor edi. Payg'ambarlik bir juzugi bor edi. Mo'ri var. Ya ishinde mo'ri var. Payg'ambar o'zi qo'l qo'ymaydi dedi bilasizmi? Bu кезде podsholarning barlig'i nesi bo'ldi? Juzugi bo'ldi. Mo'r bilan bosildi. Payg'ambarimiz mo'rida juzuginde bo'ladi. O'z atni jazomag'andan keyin, yag'mag'andan keyin mo'r bilan bosib turadi. Bu juzuk, qarаңыз, bu juzuk payg'ambarimizning Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu. Taqat. Onda sol mo'rni qo'ldanadi. Kelesi o'dit Hazreti Umar radhiyallohu anhu. Onda juzukni qo'ldanadi. Onda sol juzuk bilan mo'r bosib yuradi. Keyin Hazreti Osmon radhiyallohu anhu kezinde Osmon radhiyallohu anhu juzuk taqib yurib, bu quduqqa payg'ambarimizning bir sunnati bor edi. Quduqqa kelib o'tirib, ana yerda salqin uradi aslida. Payg'ambarimiz keldi qattiq kun qisib ketgan кезде, o'sha quduqni shetida o'tirdi, aslida salqin havo uradi. Oyog'ini bitib salbirab o'tiradi vaqt bo'lgan degansiz. Deyman. Hazrat Osmon radhiyallohu anhu o'tirib, payg'ambarimiz sunnatda o'tirgan кезде qo'lidan oladi, o'sha quduqqa tushadi. Sol juzukda kiyine var. Qancha adamlar izlaydi, sahobalar qancha izlaydi. Tamam, dakika. Odan keyin qancha izlaydi, biroq juzukni bu yerdan tabolmaydi, ololmaydi. Endi bu juzuk jo'g'alganga deyin bulk bo'lgan emas islom. Payg'ambarimiz Hazreti Umarning bulk bo'lmagan. Juzuk qo'ldan tushgan кезде Hazreti Osmon radhiyallohu anhu tushib, odan keyin bulkni joylab bosladi degan juzukni kuchi deb aytadi. Bizda boyagi kino bor edi, bilasizmi? Властелин колец degan ko'zlardirlar. Juzuk Muhammad Süleyman alayhisolamda juzugi bor edi. Podshohlik juzugi. Juzuk taqqan кезде podshohlik sezinadi dedi. Barliq yersi joylab bag'ına beradi, bir juzugi bor edi. Sol juzukdan tushgan yeri quduq kiyinib suv tartib ne'agandan keyin o'sha ko'milgan bir payg'ambarimizning yaxshi ko'rgan o'shida quduq bo'lgan esingizdan chiqarmaydi. Ketdi. Arkadaşlar,